Hammaga salom. Bugun men sizlar bilan muzikali fontanga get revizion qilamiz. Men kiyimimni kiyaman. Oldimda toshli chiroyli. Olamiz, shuni kiyamiz. Kiydik. Tekka o'zini shimini kiyamiz. Bu shimini ham arqonlari, yoni toshli. Menga o'zimga juda ham yoqadi. Kiydim. Endi sochimni yoki yoyaman yoki yig'ib olaman. Mayli. Yig'ib oldim, chunki yoysam isib ketaman. Taqil cho'pdan chetimga olib ketdim. Podyezddan tez-tez tushib, mashinaga o'tirib ketdik. Mana bunaqa chiroyli joylardan o'tib keldik. Hamda fontan bo'ladi. Bunaqa katta joy emas. Bitta bivaychi ham bor ekan. Ancha kimgadir sovg'a qilishsa kerak. Ana fontan ham boshlandi. Judayam chiroyli. Fontanning oldida tursa odam maza qiladi. Shamol. Вообще maza bo'ladi. Shunaqa chiroyli bo'lib fontanlar o'ynab berdi. Har xil muzikalar eshitdik. Billie Eilish muzikasi ham, Michael Jackson ashulasi ham, mana. Judayam chiroyli fontan. Ayniqsa kechqurun. Biz bu yoqqa ko'p kelib turamiz. Bu meni eng yaxshi ko'rgan joyim. Chunki tinch, maza fontan. Keyin ukam bilan aniq yostiqlarga sal tortib dumaladik. Shu bilan ketdik. Bugun oy tutashuvi bo'larkan. O'shanga shuni ko'rishga ulgurishimiz ham kerak. Mana o'sha boshlanibdi. Unga kelib qarasam, bunaqa turgan ekan. Like, obuna bo'linglar.